Sizlar to'g'risini aytsam, salon hayratda. Nimaga bilasizmi? Salondan bunaqasi chiqmaydi-da. Lekin probegi 3248 kilometr ekan. Ana shu narsaga javob beraman. Ha, mana svejiy ekan. Aka buni yili nechi? 23 da oxiri. Bagri sijeniyalari bor ekan. 23 da oxiri. Muslim qo'yib qo'yaylik. Mana mana daftarchalarda nimalari bor? Qo'yish kerak qani. Mana. Bu boshqa. 21. Ana shu narsa yaxshimasda. Aka bitta gapni mana sizdan so'rayman. Moshinni probegi bilan kraskasiga 100% javob berasiz. 100% javob beraman. Kraskasi chiqsa agar detalli $1000 dan o'tib beraman. Probeg kraska moshinani tekshiradilar. Umuman qaytmagan. Probeg qaytarilgan bo'lsa yarim narxi. Yarim narx. Yarim narx. Propan gaz ham qo'yganmi? Yangi mashin 3000 yurgan. Yangi to'rtta miyaqi bilan o'sha paytda qo'yilgan sразу. Egasi endi kayf qilib aytayman degan paytida sotibdi-da. Qarangizlar, mashinani probegini o'zi qaydan bilasiz? Mana bu yerlarini ushlab ko'rasiz, tosh tekkanmi, tegmaganmi? Kuyib yurgan mashina shag'iki oporni diskalarini ko'rasizlar. Oporni diskalarini ko'rsalaringiz o'zi probegi kraska yo'q-a, so'z. Kraskasi bo'lsa detalli ham $1000 dan o'tib beraman. Qanchaga qo'yamiz aka? 15,5 qo'yavering. 15,5. Aka 15 nima deyapsiz? 15,5 qimmat. Ha, yangi mashin. Tushundim. 3000 yurgan. Ha. Bilyapman, lekin narxi sal qimmat. Qarang, bitta narx aytaman, $14000 nomer telefoningiz. Yo'q, $14000. Nomer telefoningiz. Yo'q, nomer telefonim 90lik 270 88 48. Ana, $14000 ga 0 probeg. Yo'q, qo'shsalar gaplashaveramiz. Tepasiga gaplashaveramiz. 200 qo'shdim, bo'ldimi? Ha, gaplashamiz. Hading. Ya, endi bobo. Hading, jon akajon. 200 qo'shdim. Yo'q. Yarim bo'lsa, yarim bo'lsa hurmatlaysiz. Yo'q. Yarim bo'lsa, 14 yarim bo'lsa qo'yib yuborsa, lekin xudo xolasa 14300 bo'lib bor baraka. Yo'q, Haydingiz faqat hozir. Hayding, o'ylay birinchi. Hayding. bo'ldi tom. 14300 ga mana Gentra 3000 kilometr yurgan. 17000 turibdi. Arzon topaman desangiz 15,5 topasiz. Mana moshin pushlarni ham narxini tushiryapmiz. Ko'ryapsizmi, harakat qilyapsiz. Siz lakni bosib qo'ying do'stim. Nomer telefonlarini aytdilar. Kuzatishda davom etingizlar. Sog' bo'ling.